Yomon keliniga kun bermaydigan qaynanalar haqida juda ham ko'p gapirdingiz. Yomon kelinlar haqida ham gapiring deb yozishibdi. Qolgan kelinlar qanaqa bilmadimmi? Bugun men sizlarga o'zimni qanchalik yomon kelinligimni gapirib beraman. Daman yomon kelinman. Ikkita yosh bolam bor. Uyga qanchalik bardak qilishsa maksimal darajada toza ushlashga harakat qiladigan yomon kelinman. Daman yomon kelinman. Vaqti kelsa ham quyuq, ham suyuq ovqat qiladigan darajada yomon kelinman. Daman yomon kelinman. Hammadan ham ko'proq birinchi o'ringa farzandlarimni qo'yadigan darajada yomon kelinman. Daman yomon kelinman. Vaqti kelsa bitta dona kuxnyani 5 mahalla pilsos qiladigan darajada yomon kelinman. Daman yomon kelinman. Agar kam uxlaganimdan nastroyeniyam bo'lmasa, o'zidan o'zi irshayib yura olmaydigan darajada yomon kelinman. Daman yomon kelinman. Oxirgi paytlarda faqat o'zini sog'lig'ini birinchi o'ringa qo'yadigan darajada yomon kelinman. Yana qanchalik yomonliklarimni gapirib beray sizlarga. Xullas, nervinchit qilib zastarklarimni ham qilib bo'lganimdan keyin negativchilarimni gapiga tupurgan holda o'zimni sog'lig'im o'ylab kollagenlarimni ichishni boshladim. Kollagenlarim, конечно, NL mahsuloti. Agar sizlar ham menga o'xshab tashlayotgan bo'lsanglar, tashlashni boshlamoqchi bo'lsanglar, обязательно kollagen bilan birga boshlaylar. Xudo ko'rsatmasin, sal noto'g'ri ozib qolsanglar ham ko'rinishinglar 18, tananglar 68 yoshga berib yuboradi. Tananglar osilib ketishini xohlamasanglar, обязательно kollagen ichinglar. Kollagenlarning eng nomer 1 mana shu NL mahsulotini mana shu olchaligi bo'ladi. Menga juda ham yoqadi. Ichishga ham juda ham приятный. Ikkiga tirnoqlaringlarni ham baquvvat qiladi. Sochinglarni ham to'kilishini qoldiradi. Juda ham foydali tomonlari ko'p. Bilaman, buni qayerdan oldingiz deb so'ramoqchisiz. Обязательно sizlarga ham profillarni ko'rsataman. 11 yillik tajribaga ega bo'lgan dietolog Nargiz opamlardan besplatniy konsultatsiya olsanglar ham bo'ladi. Kollagenning narxiga keladigan bo'lsak, 255 ming so'mdan bitta pachkasi. Bir oyda 3 ta pachka kerak bo'ladi. Har kuni istoriyalarni ko'rsanglar, zo'r ma'lumotlarni berib o'tadi. Endi bo'lsa yomon kelin roliga qaytib ishlarimizdan davom ettiramiz. O'sha sizlarga ham o'zimga ham yoqadigan qilib rakvinani ko'pirtirib yuvib qo'ydim. Endi ishlarimni tugatib bo'lib, orqamni bir joyga qo'yaman desam, katta qizim bog'chadan kelib qoldi. Umayrichkam ham nastroyeniyasini ko'tarib bir pas o'ynadi. Keyin suhbatini oldim. Birinchi bo'lib beradigan savolim, bog'chada hech kimni urmadingmi deyman, chunki juda ham sho'r. Shunaqa payt Umayra bilasizlarmi nima deydi? Yo'q, oyi tepdim deb javob beradi. Xullas, endi ozgina dam olamiz. Keyingi relslarda ko'rishguncha hammaga xayr. Nargiz opam profillarini yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib olinglar.